qurib ketdi ham o'ylab bor edi. O'sha yerda o'qiganmiz. Undan keyin Chaqar mahallarda boy ko'chada bir boyni hovlisi bor edi. U yerda o'qidik. O'tdan keyin Quybesh maktabiga borib, u yerda Abdurahmon akamlar bilan birga o'qiganmiz bitta sinfda. Hali ikki sinf oshib ketgan uchun akalarimiz bilan birga o'qiganmiz. O'shanda nimalar Said Ahmad, Nur Muhsinlar bizdan bir sinf yuqorida o'qirdilar. Shoir. O'tda inasiga 9-ni bitirgandan keyin bu yoqda Nabi amakilar bo'lgan Ushbatafa, Shoshiylar, ularni Gulnora, ular ukalari, ularning qaynonasi. To'pni olib borardim, olib to'pni bichib berardim, qoliplarni naql xizmat qilib yurardim. Shunda doda aytardiki, Abdujalil, o'qisangchi, qo'y bu ishlarni qo'y, deyurganlar-da. Bo'lmaganda o'qimaganman-da. O'sha bo'yi qolib ketdi. O'qish qolib ketdi-da. Ularni xizmatini qilib, qayna qilib yurib, xullas endi 42-yil bo'ldi-da, urush boshlanib qoldi-yu. Urush boshlanib qoldi-da, shu bilan bilasiga 111-maktabda o'qituvchilar tayyorlaydigan kurs ochildi. Haliga kirdim men. 42-yilda kirib, 1 yil o'qib, til adabiyotdan 5-6 sinfda o'qiydigan nima olib chiqib keldim. O'shandan keyin ham o'qituvchilikka bormadim men o'qituvchilikka. Qolib ketdi, o'qituvchilik ham qolib ketdi. Shunaqa qilib shu ahvolda kelyapmiz mana endi. Abduvali dodadan keyin Nabi dodam. Undan keyin Nabi amakilar o'ylanganlarida men beshikda ekanman. Mahbuba faqiylar taniysan, yaxshi ekanlar. Beshikda ekanlar, oyimlar qariganda 42 dami qurishga kirgan to'lgan ekanlar. Kenjatoy bo'lib qolgan ekanman, pacha olib qo'yganman o'sha kichkina o'lib. Beshikda yotar ekanman, hali Mahbubam 14 yashar, 15 yashar qiz ekan. Nabi amakilar bilan hali gov chiqsaga g'ish qo'yib o'ynab o'tirishar ekan, aytay qilib. Shu gapni eshitdim. Shu gapni eshitdim. Inasiga amallar katta bo'lib, haliga lattaga pechenli dumba qo'yib, so'ldirib qo'yib, mana qilib katta qilganlar. Kirchir bo'lsa cho'mtirib qo'yadilar, mana qilib oyim qaramasdi, o'sha Mahbubam qarardi. Endi nabakam kasalxon bo'lib qoldilar. Ular hamda do'konga prava patent olganlar. Men katta bo'lib qolganman. Do'konga men tushaman. Shu 45-46-yillarda shu vaqtlarda urush bosilgandan keyin tushamanda savatni orqalab, to'pini orqalab tushamanda do'konni ochaman. To'plarni ilaman. Moxlaga. Bunaqa xontaxta bor. Qishda olov qilib oshaman, savatdagi olov qilib oshib, bunaqa istabga qo'yaman. Savdo qilib, go'da savatni pulga to'lab chiqaman, go'da bayam ochib chiqaman. Savdo shunaqada bo'ldi. Yo'q qoldi. Mana shunaqa qilib ularning xizmatlarini qildi. O'shanda ham men o'sha do'konni pulidan 1 so'm yemaganman. Haloliy to'g'risida gapirmoqchiman endi. Men haligi chustdan O'ratepadan anaqa chust olib keladi-da, 5 ta 10 ta oladimda. Do'konni oldiga pullab kelib, qo'yib qo'yardim-da, haligini sotib, haligini foydasini yerdim. Ularning pulidan 1 so'm yemasdan shunda olib kelib ber foyda qilardim. Ayda qilib do'konni ham nalilar nima qilib ketdi, ko'payib ketdi, do'konni yig'ib yuborishdi. Nasiga uyda fabrikaga kirib ishladilar. Abdurahmon ham fabrikaga kirib ishladi. Mana o'sha yerda ishladim. 47-yildan keyin o'sha yerga fabrikaga kirib ketganman.
Undan ilgari yana endi G'anakamlarga keladi endi. Alti G'anakam men 3 marta uylanganlar ular. Bir marta uylandilar, undan Muborak tug'ildi. Muborak bilasan? Bilaman. Bor hali hayot. Po'latay bilan baravar. Ular bilan murosa to'g'ri kelmadi, ajrashdilar-da, To'xtavoyning opasini oldilar. To'xtavoyning opasini oldilar-da, u ham haligi Xudo rahmat qilsin hammasini-yu, tepsa tebranmaydigan, ular ovqatga ishqibot edilar, ovqat xullasini yerdilar G'anamaga. Ovqatga ham ishqibot edilar. Keyin bog' mana shu o'tirgan o'zi o'rni bog' edi. Uni bilasan kerak. Eshitganman. Eshitgansan. O'sha bog' menga tekkanda G'anamakini hovlida qolgan edi. Boqqa ko'chib keladi o'sha bo'lib olmasdan ilgari hamda. Mohkinayim, G'ofurjon akam ham bekorchi edi, ular ham keladilar. Yerlarni chopib berib, toshlarga qarab, mayda qilib, pamlarni ekib, mayda qilib yuradilar. Shu yerda enasiga ular endi haligi namoyon bo'lganda bir 4 ta kashkan olib kelsa keyin artadilar, enasiga sho'rva qiladilar. Shunga chidab yeraganman deyman-da men hamda. Ular enasiga bo'lmadi-da, enasiga Abdurovlarni onasini oldilar. To'xtay ekanmi onalaridan? To'xtay ekanmi onalaridan? To'xtay ekam To'xtavoy Muhabbat muqaddam muazzam bo'lgan. Muazzam bo'lgan. Muhabbat endi vafot etib ketdi, bilasan. Eshikdan chiqib yo'q ketdi. Ular boshqalari bor. Endi Ali Mo'tabar keyin bankada ishlardi. Posoniyda yaxshi bilan topishib qolganlar-da. O'zlari baliq yeydilar-da, sal. Boshqa churuklar bilan yurdilar. Gap ko'rsatdilar-da. Ayna qilib. U bilan mana nechta bola ko'rdilar shundan ham. Bittami? Hozir olti bor. Mavluda, Mafrat, 3 ta qizlar edi. O'shani Mahmud, Abduvahid, Abdurov. Necha o'ladi? 6 ta bo'ldi. Yo'q, mana Abduvahid, Mahmud, Abdurov 3 ta? Ha, 6 ta ekan. Muborak bilan 7 ta. Avvalgina mana. Mana ular hammasi mana katta-katta bolalarga yurib, enasiga urush vaqtida enasiga bizga manda oldi. Urush vaqtida front orqasida ishlaganlar bor-ku. Qumlarda bir narkompros qaramoqdagi uchebni kombinat yo'qda o'rsi gaplar narkompros uchebni kombinat deb aytiladi. Shunaqa o'shanda ishga bichiqchilikka meni olib ketdilar billa. Ikkalamiz ishladik. Katta mana shu ayvondan katta zol qo'ydi. G'anamakim bilan. G'anamakilar bilan men endi yoshman, o'ylanmaganman. O'sha yerda haligi Telegerika shimi, ichki belyo, kalson. Uni orasida endi bolalarga ham ko'ynak qiladi. Uni yevrilar kelib hammasini egallab qo'ygan o'sha vaqtida. Yevrilar kelganda Rapota degan direktor bor edi. Rapota degan. U direktor mo'ylov mamlakatda u yerda hali uni do'lini beradi-da, ertalab kelib 1 soat o'tiradi-da. Men raykomga ketdim, rasmogam ketdim, ketaveradi-da, hali yevrilar boshqaradi-da. Shuni olib bordi ular, yaxshi olib bordi. O'tda ishlab 45-yildagi 43, 44, 45 shu yerda ishladim men. 45-yilda enasiga urush tomon bo'ldi, 9-moydada kuzda enasiga men o'ylandim. Noyabrda, bunaqa. Oktabrda, noyabrda.
Endi kim qoldi? Abdumajid akam qoldilar. Rashtam akam bor. Adım Majid akamlar. Rashtam akam kattamilar? Ha, Abdumajid akamlar. Ularga mani tog'amni nevaralarini olib berishdi. Rahim opag'ing taniysan? Ha. Onalari To'shapa, dadalari Samon domladirdi. Ziyoddin qaraganmi tog'asini shunaqa edi. Rahim keyin nimada men yosh bola edim. Kelin bo'lib chiqqanda ham haligi minor keyin ham hali Zulfiya bo'lib chiqqanda ham yosh bola edim. O'tangasigan ishxonadan bo'shab, qayda qilib ular yig'ilib ketdi, urush tamom bo'lgandan keyin u ishxonalar yo'q ketdi. Hech dokument olmaman o'sha yerdan nima? Qobil. Shu yerda necha ishlanmanu, spravka ham olmaman, hech olmaman. Trudovой knижка ham yo'q. Trudovой knижка ham yo'q. Trudovой knижка ham yo'q. 47-yildan buyog'i bor endi. De, mana bunlar yo'lda o'ynasigan bozorga aylanib ketdim. O'ylangandan keyin bozorda qassobchilik qildim Majid amakilar bilan. Qo'y olov, Rashid akamlar birga borib, shu Ko'kterakka boramiz. Undan nariyog'i yana bozor bor. Ko'kterakdan nariyog'ida. Yo'q. Boradi deb 5-6 qo'y olib, shu odam piyoda haydab kelardik. Sho'ro bozormi? Sho'ro bozordan ham nari. Sho'ro bozordan ham nari. Haydab kelardik deb. Shuni qassobchilik qildik necha yil. Goh yaxshi bo'lardi, goh yaxshi bo'lmasdi. Qo'yni olib kelardik deb. Haligi ichidan yog' chiqib qolsa, qonini yorgandagi, yaxshi chiqdi, foyda qilargandir. Goh mamdoq bo'lib qoladi, goh yaxshi foyda qiladi, mana qilib. Go'sht tashib yuraman. Endi urush vaqti, o'sha vaqtida qassobchilik qilganmiz urush vaqtida. O'ylamasimdan ilgari. Men endi bir aytuvdim-u, oblova bo'lgan 42-yilda. Oblova bo'lganda dadamni kasal bo'lib yotibdilar. Men dod tanchalarida, bu yoqda oyimni yotibdilar. Men yuqorida kalvat yotaman. Bitta ikkita multoli, bitta kattasi kirdi. Naba amaki qochib bolg'ani xumga tushgan bilan yo'qlar. Rapo amaki yo eshikdan chiqib, sizlarni eski hovlilar bilasan. Shu yerdan chiqib burchakda bir Shomomidaga deganni odaromi eshak arabasi bor edi. Cho'pon yo'qol eshak arabani tegib o'tirgan ekanlar-da. O'shani oldiga borib-yu, qo'rqib taligilar bu narsa ko'ryapti deb ketib qoldi. Kelib inasiga mani tur dedi, shu bilan keyin turdi, bo'ynlari bu yara chiqqan. Shu bilan olib ketdi. 5-rayonni shu 4-poliklinikani yonida 5-otdeleniya militsiya bor edi. Shu yerga olib ketdi. Shu yerga olib ketdi. Buni yozmayaptilar, buni yozmasinlar. Yozyapti. Bir maqsad. Birpas o'chirib turaylik. Yozmaydigan joy bor ekan. Yozmaydigan joyi bor ekan. Haligida anaga qochoq ekan deb yuradi ular. Yo'lda olib ketyapti meni. Men ozgina pulim bor, qo'yib yuborgin dedim. Haligi nachalnikiga. Nima deyapsan? Sen deydi, frontga borsang giroy bo'lasan, falonchi giroy bo'ldi, falonchi giroy bo'ldi deydi. Bekor etsan, metrga 24-yil yirtishgan. Metrga yo'q. Bordimda haligi o'tirib qo'ydida, ichkariga kirib ketdi. Tergovchi chiqdi. Menimcha akt yozibdi. Yo'lda buncha beraman dedi, qo'yib yuborgin dedi. Urushani chala-pucha bilaman.
De, men aytdimki, men dedim, 27 gün radyo saldım. Nasıl? Yani onu sağım kurası dedim. O pul soradı benden dedim. 27 yıl Amerika armaya geldim. Kaydarap soradı, ben Rusça bileyim ben dedim. Çört oldu dedi, şuna çıkıp ketip taşandı. Keyin narsaga O'zbek odam keldi dedi. O'sha Uchastkavoy bor edi, hokim aka Ikrom degan mahallada yuradi. Bu bolani taniysizmi dedi haligi tergovchi O'zbek. Bu dedi to'pirashlarni o'g'li dedi bu dedi. De basharamga qarab turdi de haligi savol javob o'qidi de kuldi. Menga qarab. Menga qaradi, mana shu gapdan boshqa gap gapirmaydi. U anaqa ekan, Rafo akamni qudalari Bahodir qaytasini akasi Shukur aka ekan u. Keyin bildimmi keyin? Shunaqa qilib oyim rahmatli ketimdan kechasi tushib ketib, rayon eshigini oldida turibdilar, dodam tashlab kasal dodam tashlabdi. Kenja o'g'il Shukur akammi bu farzand aytaman deb. Shu bilan keyin kechasini o'zida G'anam akalar 27-yil qilib metrkani yozib, ortiq ochib ketganlar. Shu metrga yonimdada go'sht orqalab tushib ketyapman, darvozadan go'sht bozoriga tushguncha nechtasi takimiz ko'radi. Metrgani ko'radi keturga. Yuki nima demaydi hech. Mana qilib uni o'tkazdi, qassobchiga yig'ib bozorda necha marta qo'lga tushdi. Kazingani ham go'shtlar olib qoladi, ayda qiladi. Ulardan taqalar milisalar deydi. Keyin bozorga shu Alloh bilan qildim. Yo'lda shunaqa bo'larga ham tiraylik, undan ketarkan. Keyin narsaga nima qildim? Lo'tishga rasm bo'ldi. Shipay. Shu Do'madoqda turadigan qarindoshlarni, xotinlar, nimalarni shunda borib turadi. Hammasi haligi vaqtida urushda armiyadan kelganlarni haligi o'yinni, gimnastika, haligi shimlar, hamma eslarini sotadi-yu. Shularni olishadi-da, haligi cham, ko'nchilik bemalol qilishgan, cham nima qiladi-da, haligi shipay qilishadi.